iyun günü Kızılkiya'da Gilaslar'da bazı açıldı. Yakınrak bir ko'rsatingchi. Men sizlarga kichkina ma'lumot da berib qo'yayın. Keling, telefonni beraylik. Men o'zimda ko'rsatib kichkina ma'lumotlarni berayin. Tergan gilaslarda qarangizlar. Abdan sonun hazır Kızılkiya'da sınalar bugün 8 iyun günü 350 so'mdan bo'lib жатат. 350 so'm qanday degan aqcha bir o'zingizlar aytib qo'yingizlar. Qirg'izistonda qaysi aymog'ida qancha so'mdan bo'lib жатат. Bu yoqda men sizlarga da ko'rsatib qo'yayin. 34 plus. Bu degani 34 ga botmagan gilas 35. Bu bardak bunday emas. Hozir biz ichidan vыбор ichini tanlab oldik. 34 botmagani al 35 degan so'z. Bu yoqda ham orinchirovchni 35 chiqdi degan so'z. Vыбор ichni. Уже 30 plus degan ele so'zda. O'shoga sizlarga ayta turgan so'zimiz, sunishimiz biz sapatiga ish berishimiz kerak. Agar sapatni yaxshi cho'ng qila turgan bo'lsak, eldikiga qaraganda da mo'mini ola turganlar siznikini qimmatroq oladi. Yaxshiroq qilib oladi, surab da oladi. Agar sapatsiz bo'lib qola turgan bo'lsa, siz ele kelasiz. Menikini de olib qo'ychi, muncha olsa da olib qo'ychi deb arzonroq bo'lsa da berayin degan harakat qilasiz. Agar yaxshi kalibrovkasi, cho'ngdug'i, dami degandaymi, damini Alloh beradi-ku. Yaxshi qaray turgan bo'lsak, o'shanda gilaslarimizga klientlar o'zi ele keladi-da. Alloh razı olsun. Agar videolarimiz bunday ele qilayin, foydali bo'lib жатқан bo'lsa, kichkina klasslarda bosib bizni qo'llab qo'yingizlar. Bu bardığını sizlerge faydalı bo'lishi uchun qattiq harakat qilamiz. Yaxshi kommentariyalar yozib qo'yingizlar. Qirg'izistonda qaysi aymog'ida qancha so'mdan bo'lib жатқанini yozib qo'yingizlar. Kimga qanday yordam kerak bo'lsa da Allohning razıligi uchun biz tayyormiz. Xizmatingizlarni qilib bitirib bergan harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.